bu samolyot uchun 2,5 million dollar saqladim. Endi bu 15 ta blogerlar shu samolyotga qo'lini qo'yishi kerak. Kanalda boshladik. Vahahaha. Bunda boshladik shart ketdi. Qani boshladik. Menda 10 million bor. Menda 20 million. Nimaga qo'rqishim kerak? Nimaga qarayapsan? Menda 4 million. Menda 12 million. Ha. Hozir nima bu? Ey, sen chiqib ketishing mumkin. Bilaman do'stim. Men hozir nima qilayotganimni o'zim bilmayman. Xo'p, sekingina o'tamiz. Ey, sen pul bersam chiqib ketasanmi? Yo'q, nimaga? Shunaqa qilsam hozir chiqib ketaman. Ha. Hozir buni qo'rqsam. Wow. Voy, eski qo'rqizib yubording. Hozir speed hammani chiqarish uchun shu kanalga obuna bo'lasizlar do'stlar, chunki biz mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Hozir ha. Shunaqa qilsam, voy. Bu chiqdi. Ha. Bu chiqdi. Do'stlar, hozirgina bitta odam chiqib ketdi. U chiqib ketdimi? U chiqib ketdi do'stlar. Men hozir o'zim tayyorlaman do'stlar. Qaranglar. Hop. Voy. Ha. Birinchi odam chiqib ketdi do'stlar. Ey, sen chiqib ketganiga afsuslanasanmi? Yo'q. Odam chiqib ketdi. Ha. Ey, senga kartamni beraman, chiqib ketasanmi? Menga kartangni berasan. Hozir shu yerda ichida pul bormi? Ha. Pul bor, ha? Hozir pul bor. 10 ming dollar bormi? Ha, men chiqib ketdim unda. Men chiqib ketdim. Bu kartani menga ber. Hayır, speed. Voy. Ha! Ey, men chiqib ketmadim. Kesinglar bu o'yindan chiqib ketmadim. Voy, yes! Mana o'zing ko'rishing mumkin. Voy! Menga bitta ko'rsat. Mana. Hozir bu yerda ikkala odamni ham olib chiqib ketdim. Speed chiqqan yaxshi bo'ldi. Ha. Speed bilan xayrlashamiz. Ey, men chiqib ketganim yo'q. Xayr, Speed. Ha. Xayr, qaytaman. Hop, endi nima? Bu yerda Karl. Bu yerda sekin hayda, lekin bular yugurish olmaydi. Bo'pti, harakat qilaman. Nima? Bular yugurmoqchimi? Sekingina yuramiz do'stlar. Ey, biz hozir yugurmaymizmi? Yo'q, biz charchadim men. Ey, qayergacha boramiz? Amborgacha. Stop. Meniki bo'ladi samolyot. Ey, to'xtatsinlar, ayting. Men bugun yutaman. Bitta omborxonaga keldikmi? Ha, sizlar hozir omborxonaga keldingiz. Ey, buni ichiga kirmoqchimisiz? Hojat juda kelyapti. Mana o'shaning uchun juda zo'r narsa. Bu yerdan qo'lni olsa hozir chiqib ketadi. Jimmy, men juda noqulay holatda chiqyapman. Ey, to'kilib ketdi. Ha. Dabdala holatda bo'ldi. Endi ikkinchi odam. Hozir biz mana nimaga qanak qilib chiqib ketganini mana shunaqa qilib ko'ryapmiz. Men hozir yursam ukamga beraman, ota-onamga. Ha, ho. Ey, bu yoqqa kel. Senda eng ko'p obunachi bor. Izlama ketirlik-keram. Xo'p, lekin bu yerda kresloga qo'l tegish mumkin emas. Chiqib ketasiz. Xo'p. Ey, men o'tirib turing. Shu yerda chiqib ketsa, sekin. Ey, men o'tkazib yuboringlar. Jimmy. Shu yerda chiqib ketadi. Hozir chiqib ketadi. Qara olmayman. Xo'p, sekin. O'tdi. Xo'p, juda qiyin bo'ldi. Sen bilan. Xo'p, hozir ko'ramiz.
Kim uçup ketadi samolyotda? Men uçaman. Ko'ramiz. Oy oy. Wow. Ey, bu yerdan o'tishimiz kerak. Bitta odam yo'q bo'lishi kerak. Axir men o'tirishim kerak-ku. O'shaning uchun kutamiz. Sekin chiqamiz. Tagiga o'tib olamiz. Hozir bular tagiga o'tdi. 2,5 million dollar uchun qatnashyaptilar. Esingizdan chiqarmang. Ey, sen chiqib ketasan, men chiqmayman. Men hozir zo'rdan o'tdim. Nima bo'lyapti bu yerda? Shunchaki gaplashib turibmiz. Ey, Jimmy. Nima? Hozir sizlar bahs boshlashyaptiningizni ko'rdik. 20 ming bersam chiqib ketasan. 20 ming uchun chiqib ketasanmi? Bo'ldi, men chiqdim. Voy, chiqib ketdi u. Hayır, uning qo'li ekan. Ha, mening qo'lim qo'l. Qani tarbiylaymiz. Endi samolyotga mining. Ketdik. Hozir qayerga ketamiz? Ey, Krisloga tegish mumkin emas. Menimcha men chiqib ketdim. Nimaga? Krislo. Voy! Mana uning chiqib ketganini videosi. 6 ta kishi qoldi. Uning ham qo'li qo'l ekan. Kechirasiz. Hozir biz ketmoqdamiz. Qayerga borishimizni bilasizmi? Yo'q, men ham bilmayman. Hozir biz ketyapmiz, do'stlar. Qayerga ketayotganini bilmaysizmi? Yo'q. Ular qayerga ketyapti? Bilmayman. Nima qilyaptilar? Hey, sekin. Ey, qayerga ketyapmiz? Bilmayman. Ey, u yer menimcha London. Bu yerda chiroqlar ko'p. Bilmayman boshqa. Hozir kapta qo'yayotgan deyman. Voy! Ey, sen chiqib ketding. Voy, u chiqib ketdi. U chiqib ketgan bo'lsa ham biz bilan samolyotda uchyapti. U chiqib ketdi hozir, do'stlar. U maza qilib o'tiradi endi tarixga bilan. Biz hozir qayerga keldik? Milan. Bilmasa yo'q. Nima? U yerda ambor bormi? Biz shuncha payt aylanib yurdikmi? Ambor. Bu ambor. Aylanib yuribmiz. Aylana bu. Voy, ey. Men chiqib ketdim. Voy. Sekin tushamiz. Endi bularga chiroyli uyqu tilagan. Ularda uyqudan oldin bu bir qo'lda yeyiladigan ovqat. Voy, qiyin bo'lishi uchun bir qo'lda yeysizlar. Qattiq qildik. Jimmy, nima qilding sen? Hozir ben uxlamoqqa ketdim. 2 soatdan keyin qaytaman. Ey, nima qilamiz? Hop. 2 odam qo'lini bo'ylaymiz. Sizlar ikkalavingmi? Ha. Hop. Men kim bilan? Sizlar ikkalavingmi? Ha. Shunaqami? Ha. Bo'pti, seni bo'ylaymiz butun joyingga. Bo'pti. Ey, sizlar ikkalaving ota bolaga o'xshaysizlar, ha? Nima qilyaptilar? Shunchaki o'tiribmiz, gaplashyapmiz. Jimmy, nima? Qachon tugaydi bu? Qachonki kim ustida? Menimcha men aytaman. Yo, adashasan, boshqa birov o'tadi.
Hey, sen yutolmaysan, men yutaman, men. Nima? Sen yutasanmi? Ha. Hozir mana ota bolalarga o'xshaysizlar, ha? Nima qilasan? Yutsang, men ota-onamga topshiraman. Men uyqum kelyapti. Nima qilyapsizlar? O'tiribmiz. Sen nima qilyapsan? O'tiribman. Nimaga yopirasan? Hozir nima qilishni bilasizlarmi? Yo'q. Hozir ko'rsataman. Bitta odam chiqib ketdi. Mas, hozir turib turishingiz kerak. Endi qizil lenta yopishtiraman. Shundan kim qo'li pastga tushib ketsa, o'sha chiqib ketadi. Xo'p, mayli. Ha. Ey, men chiqib ketdim. Yo'q, chiqib ketmaysan. Meni qo'lim og'rib ketdi. Sen qo'ling juda qorayib ketibdi. Soat 5. Nima sizlar hali ham uxlamadingiz? Jimi, qanaqa qilib uxlaymiz? Ha. Jimi, bizga uxlashga vaqt ber. Hozir tanga yotaman. Qani kim chiqib ketar ekan? Bu Hades. No, men chiqmayman. Nimaga chiqding? Uni chiqishi edi-ku. Meni kechirasizlar, men chiqishim kerak. Xayr, paka. Nimaga chiqib ketganini bilmayman. Hozir sizlar 4 ta kishi bo'lib qoldinglar. 4 ta emas, 4 ta. Hozir bu qizil lentani bitta barmog'inglarni tanlanglar. Niko, Lazar, Gore. Ha. Men juda barmog'im og'ridi. Meni ham. Men juda qornim ochdi. Bizga meni vazimni tasha. 30 minut qoldi. Kechirasizlar, 30 sekund. Hozir tangani qaysi tomon tushsa, men chiqib ketaman. Taylor chiqsa. Hop, men chiqib ketaman. Chiqdingmi? Lazar chiqib ketdi, do'stlar. Hozir seni hurmating bilan buni narsasini yechib taylaymiz. Bo'pti, yeching. Rahmat senga, rahmat. Meni barmog'im og'rib ketdi. Meni ham og'rib ketdi. Nimaga gapiraverasan? Men iltimos uxlay. Nima bo'ldi? Seni mana bu shogirding ko'rish. Senga beraman deyapti. Senga omad, yut buni. Menga olib kelasan. Men ukamga beraman. Ukamga. Chunki bu samolyot ukam uchishni biladi, men emas. Sen kimga berasan? Men opamga, ota-onalarimga. Xo'p, hozir aylanib turishlar kerak. Aylaninglar. Hozir bitta odam chiqib ketdi. Xo'p, hozir bitta odam chiqib ketadi. Yo'q, men emas. Hozir sen chiqib ketding. Seni barmog'ingmi bu? Ha, meni barmog'im. Voy, shuncha harakat. Niko. Hammangga omad. Mayli, sizlar davom etaveringlar. Jimmy, meni barmog'im og'ridi. Menga baribir. Men ozgina barmog'im chiqib ketdi. U bularga omad degani. Qara, bu yerda yana bittasi chiqib ketdi. Voy! Nima? Men emas. Men emas. Men aylanganimda bo'ldi. No. Men emas. Voy. Qani? Bu seni barmog'ing emas. Nima? Meni barmog'im emas? Sen kim? Voy. Men yutdim. Voy.
Voy, juda quvonmayapti. Bitta barmoq. Seni esa tabriklayman. Rahmat Jimmy. Hozir buni kimga berasan? Men ukamga. Ukangni olib kelishing mumkin. Nima? U senikimi? Ha, meniki. Xo'p, bo'pti. Hammaga xayr.